Buncha kech kelyapsiz bugun? Xotinim qabriga borib ozgina Qur'on tilovat qilib keldim-da. Shu xotiningiz o'lsa ham hech unutmaysiz ekan endi. Siz ovqatingizga qarang. Qizim, onangiz bilan chiqishib oldingizmi? Sizni xafa qilishmayaptimi? Ha, yaxshi ekanlar. Birinchi onam yolg'onchi edilar. Bu onam bo'lsa rost gapirar ekanlar. Nimaga unaqa deyapsiz? Chunki birinchi onam aytardilarki, qizim, agar sho'xlik qilsang, senga ovqat bermasdan qamab qo'yaman derdilar. Lekin sho'xlik qilsam, erkalatib, o'pib baribir ham ovqat berardilar. Bu onam rost gapirar ekanlar. Qizim, sho'xlik qilmagin. Agar sho'xlik qilsang, ovqat bermayman dedilar. Bu gapni esdan chiqarib sho'xlik qilib qo'ygandim. 3 kundan masa ovqat yeganim yo'q. Dadajon, menga yolg'onchi onam olib bering, ularni rosa sog'indim. Yosh boladay erkalab aytdim, orangizda onam bo'lsaydi.